Agar sizda ham razrifli tug'ruq bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumotlar aynan siz uchun. Bunday tug'ruqdan so'ng tanani to'liq tiklash uchun bir necha muhim narsalarga e'tibor berish zarur. Ko'pchilik ayollar bu holatdan keyin o'zini yo'qotib qo'yadi, lekin to'g'ri parvarish tanani tezroq tiklanishiga yordam beradi. Avvalo, yara joyini toza tutish juda muhimdir. Har kuni iliq suv bilan yuvib, quruq saqlang. Hech qachon o'zingizcha dorilar ishlatmang. Bu yallig'lanishni kuchaytirishi mumkin. Agar sizda qizarish, shish, achishish, yoqimsiz hid yoki harorat ko'tarilsa, bu infeksiya belgisidir. Darhol shifokorga murojaat qiling. Razrifdan keyingi dastlabki haftalarda aslo og'ir yuk ko'tarmang. Bir nuqtada uzoq o'tirib qolmang va jinsiy yaqinlikni shifokor ruxsatisiz boshlamang. Choklar bitishi uchun odatda 4-6 hafta vaqt kerak bo'ladi, lekin har bir ayolda bu jarayon turlicha kechadi. Tiklanish davrida to'yimli ovqatlanish, C vitaminini qabul qilish, oqsil va temirga boy mahsulotlarni iste'mol qilish aynan choklarning tez bitishini tezlashtiradi. Har kuni ozgina yurish, chuqur nafas olish, tinchlik bu ham tiklanishga yordam beradi. Unutmang, razrif bu ayollikning zaifligi emas, bu onalik jasoratining bir qismidir. O'zingizni ehtiyot qiling, tanangizni tinglang, unga vaqt bering. Sog'lom tiklanish bu kelajakdagi sog'lom farzandlar uchun eng muhim poydevordir.